Audio zapis, video zapis, shartnoma, 6 ta guvoh bilan yana imzolarini qo'ydirib pul olinglar. 238 ogohlantiradi. Shu jarayonida yolg'on gapirayotgani fakti bilan isbotini ham topadi, lekin nimagadir ularga jinoyat ishi qo'zg'adi. Siz ham 20 million pul olgansiz ulardan, to'g'rimi? Shartnomasi. Men sizni tiqib qo'yishmadi, Sirojiddin menga hozir o'tdi. Mana shu odam hozir shu yerda o'tirishga loyiqmi, o'g'lim? Sirojnikidan so'ragan, ishni hal qilib berasizmi deganda, Sirojniki men razborchik emasman. Ko'chadagi bir narsalarni hal qiladigan odam emas. Bu narsani sud, prokuratura hal qiladi deb aytgan, qonun hal qiladi. Qaysi bet bilan yana mamlakatga sudga kelib, men da'voyim bor deyapti, men unisini tushunmadim. Endi ichkarida o'tirgan odamdan sen o'zing oqlash uchun nima bor desa, u masalan shartnomam bor, video desa, video yo'q, olib ketishgan. Va videolarim bor, audiolarim bor, gaplashganim bor, mana bunaqa isbotim bor, qattasi telefonimda. Telefon o'zida emas. Qani bu yerda unga o'zini oqlash uchun yaratilgan imkoniyat. Tahlil qilishim bo'yicha birinchi ukamga 211-modda hech qanaqa isbotlanmagan olib kirilgan, masalan, bu ham huquqi bordir. Ikkinchi, hech qanaqa nimasiz, tintuvga ruxsatsiz. Qani bu yerda to'g'ri narsa. Просто men logichniy fikrlaydigan bo'lsa, bilmayman bular nima qilishmoqchi bo'ldi. Pastarg'omda Siroj akamga kimdir qasdi bormi yoki tergovchilar tergovni shundoq chalasavodlik bilan olib borgan ekani ko'rinib turibdi degandi. Endi buni faqatgina chalasavodlik bilan emas, направленный odilni tiqish uchun mana shuni tayyorlashgan bular. Tergovchilar, Pastarg'om xodimlari, Pastarg'ommi tergovchilari, qachon yig'ishtirasanlar? Qachon yig'ishtirasanlar? Afsus, uyatsanlar. Meni o'zimda taxminimda endi aniq ma'lumotman, kimnidir kattaroq odam dumini bosib olgan deb o'ylayapman. Bu narsalar juda mayda-chuyda ishlar deb o'ylayapman men. nima qilishyapti, men tushunmayapman. Kulgili holat. Kulgili holat, boshqa hech narsa emas. Dalil bor, isbot bor, hamma narsa bor. Mayli deb yana depozitni yana pulligini ham qo'yib bergan. Minnatdor bo'lib, rahmat, ishim bitdi, Alloh rozi bo'lsin deb turgan odamlarni puli ham qaytarib qo'yilganda depozit. Oldi desa ham jinoyat bo'lib qoladi. Ha, o'sha aytolman-da, endi bu yerda hozir sud protsessida bu narsa ko'riladi, Oybek aka. Buni hozir Siroj akam aybdor degan yoki boshqa degan narsa yo'q. Kechalari telefon qilgan, kunduzi uxlayotganda telefon qilgan. Ana gaplarini ham eshitdinglar. Oxiri rahmat aytgan. Mana men Qur'on o'qiyman. Men umralarga borganman, sizni duo qilaman degan va hozir umuman boshqachasini eshittiribmiz. Ana shu oilamni qishda eng 17 gradus sovuqda ko'chada qolib ketgan paytdan kvartiraga joylashtirib kelgan mana shu. Antikorrupsiya. Audio zapis, video zapis, shartnoma, 6 ta guvoh bilan yana imzolarini qo'ydirib pul olinglar. 238 ogohlantiradi.